Signorina Lazi vatanga qaytish 115 kundan 2-kun. Bugun ishga chiqaman. Hamma ishimga ulgurishim kerak deb ertalabdan qushlar uyg'onmasdan eski kvartiramdan narsalarimni olib, o'zimni shikardosh sharoitli apartamentimga qarab yo'l oldim. Ertalabdan shopirlar uyqu suryaptimi? Ikkitasi meni manzilimga kelishiga ozgina qolganda atmay qilib ketib bordi. Oxiri derazasi yuvilmagan mashin keldi. Shu shopirlarga hayronman. Mashinang ekonomga ishlaysanmi yoki biznes? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, oynasini har kuni ertalab yuvib chiqsa-da bunday bizdek qadamini sanab video oladigan video jinnilariga video olishga tozagina bo'larmidi? O'zimcha xonamni ochdimda, telefonimni xona ichiga qoldirib, o'zim videoda xuddi endi kirgandek rol o'ynaganimga o'lib qolamanda. Narsalarimni shunday tashadim-u, yorug'lik tezligida krassotka bo'lib olib, ishga qarab yo'l oldim. Yangi joyga ko'chishni bir yomon tomoni, ishga boradigan yo'lingni o'lasan izlab. Nimagadir dvagisni men bilan ertalabdan o'ynagisi keldimi, astag'firulloh, meni neto ostanovkaga olib kelib qo'ydi. Nima bo'lsa bo'ldi, quturib yana bitta taksi zakaz qilaman deb turganimda ichimdan bir ovoz keldi. Quturib ertalabdan taksiga kelding. Ortiqcha sarf qilmayman deb o'zingga so'z berganding-ku, degan. Keyin bir atrofga qarasam, yo'lning u tomoniga o'tsam metro bor ekan. Metroda ishga kelib bordim. Ishxonam Peterburgda Senoy metroda joylashgan. Metrodan chiqqandan 2 minutli yo'l, lekin bu safar Spassky metrodan chiqdim. Chunki men yashaydigan yangi mahallam sariq liniyada joylashgan ekan. Sevimli kofemni olib ertalab kvartiraga kirganda qilgan ishimni qildim. Yolg'onda kamerani ishxonamga qo'yib, yana qayta kirdim. Yo Robbim, bu internet reelslar bizni ne kunlarga solmajak. Chiroyli qilib formalarimni kiyib olib ishga tushdim. Aytgancha, xalatimdan bilgan bo'lsangiz kerak. Men kosmetologman. Signorina Lazi akademiyasi asoschisiman. Qo'limda 3 ta master ishlaydi. Parikmaxer Ferzaxonni bo'yagan sochlarni shaxsiy SMMchilaridek videolarga oldim. Dilapa har doimgidek tirnoqni dosini olish eslaridan chiqqan. Bitta klientim atmen bo'ldi. Undan keyin permanent qildim. Aytgancha, men faqat noldan bo'lgan qoshlarni chizaman. Chizilgan qoshga $1000 bersa ham chizmayman. Nimaga bunday ekanligini boshqa reelsimda podrobno tushuntirib beraman. Keyingi klientimni esa ko'zlarga межресницка chizib berdim. Protsedura davomida shu ma'lum bo'ldiki, botoksni vaqti kelib qolgan ekan. Botoks bilan kokteylni birdaniga qilib yubordik. Shu orada master manikurimni keratin qildirgilari kelib qoldi. Urib tiqib sochlarini qildirib oldilar. Soch prosta velikolepna chiqdi. Kunning oxirida tirnoqqa kelgan klientim meni bir jog'imni ochib qo'ydilar-da. O'zi ham tirnoq boshlanib tugatguncha Tsifroviy psixologiya haqida gapiribman. Shunday qilib, ikkinchi kunim ham takoy produktivniy bo'ldi. Alhamdulillah.